Salom. Ushbu reels sizni bekorga topmadi. Meni ko'rib turgan insonlar, yaxshimisizlar? Sinovlar, qiyinchiliklar tugadi. Hayotingizning eng og'ir bosqichi, sikli o'z nihoyasiga yetdi. Do'zax azoblari tugadi. Meni topgan insonlar, o'tmishingizga biroz nazar solsak, siz hayotingizning eng og'ir bosqichini, yaqinlaringiz xiyonati, omadsizliklar, pulsizliklar, muhtojliklar, sotqinliklar, o'z do'stlaringiz xiyonatini ko'rgan odamsiz. Даже o'z yaqinlaringiz sizni orqangizga pichoq urishdi. Ishongan do'stlaringiz, ishongan insonlaringiz, oxirgi umidingiz bo'lgan insonlar ham sizni yarim yo'lda qoldirishdi. Shunday kunlaringiz bo'ldi, yashashni istamadingiz, turishni istamadingiz, hatto o'ylashni istamadingiz. Ochlikda, muhtojlikda yashadingiz. Kasallikda. Shunday kasallik diagnozlari qo'yilgan. Bo'ldi, yashamasam kerak deb o'yladingiz, ammo sizni missiyangiz boshqa. Bu hayotga keraksiz. Shu boisdan ham sizga ikkinchi imkoniyat berildi. Sikl tugadi. Siz qayta tug'ildingiz. Siz hayotingizning eng yuqori psixologicheskiy Everest cho'qqisini egalladingiz. Psixologicheskaya nagruzka. Eng cho'qqisini. Eng og'ir etap tugadi. Necha yoshligingizda ahamiyati yo'q, qanday vaziyatdaligingizda ahamiyati yo'q. Siz уже sezib turibsiz, meni ko'rib turganlar yozib ketinglar. Вот-вот у вас что-то меняется, чудо зайдет в вашу жизнь. Mo'jiza kiradi. Siz kutmagan voqealar kira boshlaydi. Tushimda ko'rganman deb o'ylaysiz. Tushingizda ham ko'rgan voqealaringiz amalga osha boshlaydi. Bolalik orzularingiz kirib kelmoqda hayotingizga. Ozgina minus tarafimiz bor, neustойчивость bor xarakterimizda. Chunki endi tugatdik. Shu bois atrofimizdagilar gap so'ziga, tazyiqiga, davleniyasiga qaramaymiz. Faqat oldinga bitta devizni oldingizga qo'yib oling. Собаки лают, караван идет. It hurar, karvon o'tar. Siz kuchli, latofatli, ajoyib insonsiz. Barcha orzularingiz ushalishi kutilmoqda.